Equinox tabloni Cobaltga o'rnatib berganmiz, mana. To'liq obzor qilamiz tabloni. Tablo rul orqali boshqariladi. Mana shu 5 ta knopkadan boshqaramiz. Qaranglar. Taxometri bor, tezlikni ham ko'rsatadi. O'rtada ham mana elektron displeyda ko'rsatib turadi. Suvni, benzinni hammasini ko'rsatadi. Endi qaranglar. Bu glavniy ekrani. Glavniy ekranida eng tepada soat ko'rsatdi. Xo'p, tezlikni ko'rsatadi, zapravkaga qancha yurishimizni ko'rsatadi. Общий pробег bor, qaysi eshiklar ochuvligini ko'rsatdi, cruise control ko'rsatdi. Xo'p, informatsion displeyga o'tamiz. Tezlik bor. Bu ham rasstaniylar o'lchasanglar bo'ladi. Pробег A, pробег B'lari bor, ikkita. Keyin общий zapas bor. Benzinimiz 340 km yetadi. Расходni endi o'lchaydi. Moy qancha qolganligi 88%. O'rtacha tezligimiz, timer bor. Akkumulyator necha volt berayotganligini ko'rsatadi. Suvni temperaturasi mana elektronni ham ko'rsatsa bo'ladi. Bundan tashqari mana 0 dan 100 gacha necha sekundda o'lchashni ko'rsatsa bo'ladi. Endi akamlar o'lchamaganlar 59 sekund o'qib, buni zibros beraveramiz. 0 bo'ladi. Endi yursa o'lchaveradi, xudo xolasa. Bu motorimizning qancha ishlagani. 30 soat ishlagan, qaranglar. Yengil mashina. Probegiga safar qiladi 1200 km ga 30 soat yaxshi. Xo'p, korobka moyini temperaturasini ko'rsatadi. Bu menimcha Cobaltda ishlamasa kerak. Mana bu nastroykadan o'zingizga kerak narsalarni bemalol to'g'rilab, kerak emas narsalarni mana informatsion displeydan olib tashlasangiz ham bo'ladi. O'zingizga qulayini qoldirsangiz ham bo'ladi. Yana bir qancha funksiyalari bor, akamlar kerak emas bo'ladi, o'chirib qo'yganlar. Xulosada tablomiz mushni ishlaydi. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar, ishdan chiroyli qilib bitirib beramiz. Endi qaranglar. Xo'p, bagajnikni ochdik. Mana bagaj ochiqda ko'rsatyapti bizga. Ruldan okey bosamiz, bu o'chadi displeyda. Endi eshigimiz ochiq turibdi, bitta zadnik ursa mana qaysi eshikni ochib turganini ko'rsatyapti. Yurishimiz uchun bu yopishimiz kerakligini aytayapti. Ruldan o'chirib yurib ketsak ham bo'ladi, lekin yopilgani bizga ogohlantirish eng yaxshi variant bo'ladi, xudo xolasa. Tablo qo'yganimizda rulni gabaritda ishlaydi. Podsetkasini yoqsak, gabarit yonadigan bo'ladi. Xira yarkilar rulliki ham, tabloniki ham mana ishlaydi. Eng xirasi, eng yarkisi. Xullas, hamma komplektatsiyasi bilan o'rnatib berganmiz mana. Idealni tushadi. Aloqaga chiqaverasizlar xizmatlar bo'yicha, maksimumdan uzoqlashmanglar, bizlarni kuzatib boringlar.